Biz hozir Namangan shahridagi bolalar va o'smirlar sport maktabiga keldik. Bu yerda o'sha sportning penchak slat turi bo'yicha hozir mana bizning yoshlarimiz mashq qilishmoqda, shug'ullanishmoqda. Bu sport turida 5 xil yo'nalish bor ekan. Bu yo'nalishlardan birginasini foydalanishar ekan biz yoshlarimiz, sababi qolganlari qanaqadir bizni O'zbekiston muhitiga yo mentalitetimizga to'g'ri kelmas ekan. Hozir mana yerda Sherxon ham o'tiribdilar. Mana bizning bosh rejissyorimiz, ko'rsatuv muallifi. Bu kishini ham hozir so'zlarini olamiz, fikrlarini. Sherxon, nima deysiz? Aka, hozir mana biz Namanganimizda ham bir nechta sport turi emas, bir nechtadan ko'proq ekan. Biz bilmagan sport turlari juda ham ko'proq ekan. Biz bilganlar endi rukopashni, qo'l jangi, ya'ni boks, shunaqa kurash, shunaqa edi. Mana hozir qarang, bu yerda yuzga urish mumkin emas ekan bu yerda hozir. Bu sport turida yuzga urish mumkin emas ekan. Ya'ni musobaqalarda bularda hattoki kameralar hammasi to'rt tomondan qarab turar ekan. Hattoki udar mushni ko'rsatib berar ekan. Qattiq uribdi, sekin uribdi deb. Agar yuzga urib borgan bo'lsa, chiqaverar ekan musobaqadan, butunlay chetlashirar ekan. Juda ham ajoyib Namanganimizda va biz bilmagan sport turlari juda ham ko'p ekan.